Assalomu alaykum meni qadrdon obunachilarim. Bugun sizlar bilan biz videoni oxirida shu pakni ochamiz. Bo'lmasa bugun paklar rubrikasi bo'lsam qani boshlaylik. Bo'lsam birinchi pak bu 85 ikkita bo'lardi, lekin bu hozir bo'lmaydi, lekin bizga Hernandez bilan Nico Williamsni berishdi. Bo'lsam ikkinchi pakka keyingi pak esa bizda 98 103 gacha bo'lsin ketdik. Qani kim chiqardi? Xudolar işte. Komanda o'yishim g'alati yaxshi bo'ldi. Ko'rganimizki keyingi pakka yo'l olamiz. Bitta 98 balist beradi, bo'lsa boshladik. Qani. Universal. Voy, striker. 98 yana. 98 beradi. Sotiladigan pas, lekin bo'lsam buni sotib yuboramiz. Nima narsani tugatgan uchun berishadi. Bu keyingisi oxirida ko'lni berishadi menimchalik. Berishmadi. Bo'lsam keyingi pakimiz bu 100dan 105 gacha. Bu yerda Hazard, Pele, De Bruyne. Tezda bizga Peleni berishlar kerak bo'lardi. Ko'rib turganingizdek. Bo'lmasam ketdik. Birinchisi Aldeydi. İkincisi asosiy bu qanaqa joylarda sizning odamlar bu keyingi pak bo'ladi. 90 sotiladigan edi. Hatto mayli bu sotiladigan pakni yaxshi sotiladigan bo'lmasam boshlaylik. Bu yerda 90 pak chiqishi kerak. Bo'lmasam qani omadimiz kelmadi. 500 coin chiqdi eng oxirgi pak. Bo'lmasam extra time'dan keyingi pak bundan ochishdan oldin bitta omadimizni sinab ko'raylik. 75 ta. Qani maskarani chiqarmikin? Yo'q, bana 85 reytingni olamiz. Bu yaxshi 75 dan 85 chiqqani. Bo'lmasam boshladik. Bu yerda hozir mana shu futbolchilar chiqishi mumkin. Bu yerda Ronaldo, Nazario kerak. Bo'lsam bosdik. Ketdik. Kim chiqadi? 98. Bu yerda hozir Rinika qarab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Men Rinika kirdim. Hammasi 15 milliondan turar ekan. Shuning uchun endi mayli buni olib qo'ya olamiz. Endi siz hozir uni olib ko'ra olamiz. Sizlarga video yoqdi deb o'ylayman. Like va obuna bosib qo'yamiz. Bu safar ko'proq qatnashishga harakat qilaman. Shuning uchun like va obuna va yana like va obuna bosib qo'yasizlar. Bo'lmasa hammaga xayr. Sizlar bilan men Dolphin Minecraft Gaming kanali bor. Hammaga